Odamlar bunaqa hovlilarni nimaga tez sotayotganini bilasizlarmi? Hozir sababini tushuntiraman. Yangi mahalla, yangi qurilish, yangi qo'shnilar, zamonaviy dizayn bo'lgani birinchi sababi. Mehnat Qizg'aldoq 1-kvartalda 1 sotixga tushgan korobkamiz 228 kvadrat, 4 ta xonadan iboratligi ham bitta sabab bo'la oladi. Korobkamiz shu holatda sifatli eshik romlar qo'yilgan akvadan makroviy svetda 4 ta xona 4 уровеньdan iborat. Podol va mansardasi ham jiloy qilingan. Bu birinchi etajimiz. Bu esa ikkinchi qavatimiz, общий ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Menga mansardali uylar juda ham yoqadi-da. Ya'ni bo'linmagani rasman ham yoqdi sizlarga. Qaysi proyektda qurilgan uylar yoqadi? Ushbu 4 уровеньli korobkamizning tez sotilishiga yana bitta sabab uni narxida. Narxiga keladigan bo'lsa, 77.900 kelishiladigan joyi bor. Ko'ringlar, keyingi videolar bundan ham qiziq bo'ladi.